Assalomu alaykum do'stlar, sizlar Sultonmurod Boburov va bu Boburov Sultonmurodov Play kanaliga tushiradigan ikkinchi video. Bugun biz hammanglar bilsanglar manimcha Robloxda Bari. O'shani o'tib ko'raman. Bu o'zga aytdim, video tushiraylik birga desam, yo'q, samlar tushim kelmayapti. Sahar kuchli emassan dedi u. Boshidan o'ldim. Lekin men ancha kuchaydim lekin. Nima desam ekan? To'g'risi uncha gapirgim ham kelmayapti lekin. Videoda endi xato kamchiliklar bo'lishi mumkin endi. Hammada bo'ladi boshida endi xato kamchiliklar. Shu menda ham borda. O'zi nima qilsa bo'lardi ana? Barini urib o'ldirsa bo'lardi mana shu yerda. Sinabdi. Bajarib ko'raman. Barini urib o'ldirsa bo'lardi lekin. Hozir bu ko'radi kesin. Kutib olamiz. Mayli. Bular urush o'tiramiz bilan. Bar o'ldirish haqasiga ko'rdi bu. Ayni shu oldu. Bu Barini ana bu bilan urgan payti nima derdi? Baqirardi animedagi ana qizlarning ovoziga o'xshatib. Ya dermidi? Bila. Sakarishni unutibman. Ya derdi bu. O'zim bir keyinchalik bir ko'rsataman o'zim. Lekin shu Bari o'ynaganda mana bunaqa haromlar bo'ladi, mana bunaqa o'tib bo'lgandan keyin boshqalar mazasiga huyat qo'yib beradigan. Harom o'lib. Boya ham bir tushib ko'rmoqchi bo'lgan paytimda nima qildi o'sha? Nima desam bo'ladi endi? O'ldirib tashladi meni. Harom ko'rganmi? Yo'q. Men bilan ishi yo'q uni. Mendan qo'rqdi-da, boya urdim-ku. Mana harom yurganlar yo'q. Mazasiga huyat qo'yib boshqalarni. Bola keyin kanalga obuna va like bosib qo'yinglar bola. Hozircha endi kuchli bo'lmasligi mumkin, hali kelajakda ko'p odamlar bilan video tushiraman. Kuchayib ketaman sizlarning orqangizda. Sizlarning yordaminglar bilan kuchayib ketaman. Xudo xolasa. Va bola bu mana nastroykalarni yonida turgan basharaga e'tibor bermaysizlar. Mani basharamiz o'rtog'im bashara qo'yib qo'yganim shunchaki. Behruzning basharasi bu. Toxic Play'ning basharasi. Toxic Pro. Shunga aytganim video tushirdik deganim yo'q, sen bilan tushirmayman, yo'q deb tashadi. Pastga urdi u meni. Bu o'yin ovozidan keyin men yo'q qilib qo'yibman, videoga xalaqit bermasin deb. To'lib, endi ikkinchi yetamanmi yo'qmi? Uncha uyoqqa yetmayman menimcha. Kirgandan
Yani shunchalik darajada semiradimi? Temirni teshib ketgan qorni. Ba'zi paytlar o'ynaganimda mana shuni bossam, nima tepaga olib chiqmasdi mani. Nima edi, o'ldirib tashardi. Mana. Mana shu. Bu yerdan oldin Behruz bilan video tushirganimda o'tolmagandim-da. Keyin o'z ustimda ishladim. O'zlaridan qarz oldim va kuchaydim. Borganda tushib ketsam ha. Yomon odam qilardi lekin. Bu bir papitkada o'tdim. Qo'rqqanim mana shu yerdan o'tolmasam deb. O'zimni videomda o'zim o'tolmasam. Barini oxirigacha tugatolmasam. Olding buni. Ko'rish kerakmi? Mana. Taktika galaktika. Qo'llar yonga, tepaga. Qimirlatib ko'nga. Gapiradigan gapim yo'q-da, lekin gapiray desam. Video qiziqmi o'zi? Bu qiziq menimcha. Boshlanishiga. Bola like va obunani bosib qo'ying. Ha, mana kuchayman-ku shunda sizlarga aytib o'tiraman. Bля. Pastlikka bo'lganimda men. Orasi ochiqligidan yoqmaydi-da mana. Noqulaylik tug'diradi odamga. Men qo'rqib yuryapman-mi? Bo'ldi endi. Bundan buyon